Belarus 892 2 traktorimiz. 4 porshilli turbinali 90 tat kuchine ega traktor. Elde передок balishni. Balonlari shiroki qo'yilgan. Bu traktorimiz bemalol o'zini gavdasiga yarasha chizil pulug' ishlatib biladi. Hozirgi kundagi 4 qatorli pnevmatik paxta akadan selkalar ham bemalol ishlatadi. Buni o'zi balon oraliqlari 76 qator oraliqına bemalol tushadi. Ichki salon qismine keladigan bo'lsak, rollarimiz gidrolika. Korobkamiz shu MTZ 9 talik korobka. Bu yerda faralarning regrovkasi и konditsioner pechka, magnitola. Bu traktorimizni bugungi kundagi narxi 385 million so'm. Siz bemalol перечисление narx pul leasing asosida sotib olishlaringiz mumkin. Ekran tagida nomerlarimizni qo'yib o'tamiz. Ushbu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol tushunmagan savollaringiz bo'yicha javob olsangiz bo'ladi. Agar 100% to'lov asosida oladigan bo'lsangiz, albatta hozirgi narxidan ham kelishtirib beramiz.